Bugun Bag'dod tumaniga qadam qo'ysangiz, o'zgarishlarni nafaqat ko'rasiz, balki his qilasiz. Mahallalarda hayot qaynayapti, tomorqalar bo'sh emas, har qarich yer daromad manbaiga aylangan. Ayniqsa Cheksaroy va Qahat mahallalari bu borada boshqalarga haqiqiy ibrat bo'lib turibdi. Manzilda bir ko'chat, bir mahsulot tamoyili asosida aholi archa yetishtirishni kasbga aylantirgan. Nega aynan archa? Bu savolga javob izladik. Xonadonimizda hozir 5 xil, 6 xil turga yaqin archalar yetishtiramiz. Archalarda birinchi o'rinda inson salomatligi uchun juda ham foydasi katta. Mana hozirgi kunlarda bir xil astma kasalliklari, boshqa allergik kasalliklar juda ham ko'p. Shuning uchun biz xonadonimizga archa birinchi o'rinda inson salomatligi uchun foydaligi uchun xonadonimizda shuni ko'paytiramiz. Bizda archa kitob archamiz bor, marjavina archalar yetishtiramiz. Shamshod ko'chatlarini yetishtiramiz. Har xil turdagi archalarni, ko'chatlarni yetishtiramiz. 3 yildan keyin ko'chatlarini bozorga olib chiqamiz. Xonadonimizda hamma shu agarotimiz bo'sh qo'ymaslik uchun hammamiz foydalanamiz. Kelinlarim, o'g'illar, nevaralar hammasini iloji boricha bo'sh vaqtlarda shu agarotga tushib, shu agarotni bo'sh qo'ymasdan foydalanish uchun o'rgataman o'zim. Kelinlarim, nevaralarim hammasi bo'sh vaqtda bo'ldimi agarotga tushadi. Dori solishadi, suv qo'yishadi, taklarini chopishadi, o'tlarini yurishadi. Buni yetishtirishda nimalarga e'tibor berish kerak? O'zini bir maxsus dorilari bormi? Shu haqida ham bir tomorqachilik faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlarga ma'lumot berib o'tsangiz-da. Deyarli og'ir mehnat emas bunda, og'ir mehnati yo'q buni. Shu ekamiz, suv qo'yamiz, suv sevar o'simlik, archa o'simligi. Suv sevar, ko'proq suv qo'yamiz. O'zini shiralarga dori qilamiz, dori ko'mib chiqamiz, ammapos ko'mamiz. Selitr machavina solamiz sug'organda. Shunda o'sadi. Shiralarga o'zimiz so'mida dori sepib turamiz. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'ladi chiroylik. Mana shu amalga biz bo'ysunganmiz-da. Shu bo'sh vaqt bo'lmaydi, ishdan kelamiz, agarotlarga tushamiz, ham chiroyli bo'ladi, ham o'zimiz sog'ligimiz uchun foydali bo'ladi. Ham daromad bo'ladi, pulimizga pul qo'shilib turadi. Birgina ko'chada qariyb 15 ta xonadon barchasi bir yo'nalishda, bir maqsad sari mehnat qilmoqda. Eng e'tiborlisi bu ish mavsumiy emas. Yil 12 oy davom etadi. Yetilgan archa sotuvga chiqariladi. O'rniga esa darhol yangi nihol qadab qo'yiladi. Bo'sh joy qolmaydi. Har qarich yer ishlaydi. Shu sabab bu hududga kelsangiz turli navdagi archalar ko'zingizni quvontiradi. Shokirjon aka, mana biz ko'rib turibmizki, Mo'jazina tomorqada nish turdagi mana shu archa ko'chatlarni umuman olganda noyob daraxtlarni yetishtirishni samarali yo'lga qo'ygansiz. O'tgan yili fevral oylarida shu daraxtlarni Andijonda ko'rib, shu daraxtlarni olib kelib ekdim. Chiroyli. Qanday parvarish qilasiz? Parvarish qilish endi buni o'ta oddiy. O'tgan yili olib kelib ekkan bo'lsam, tomchilab sug'orish hamda buni oziqlantirish, o'sha 1 tonnali suv idish bor, shundan hammasi suv ichadi. Shunga o'g'itlarda solinadi, shundan rivojlanib o'zlari o'g'itlarda suv orqali ichadi. Nega aynan intensiv usulda sug'orishni yo'lga qo'ydingiz? Chunki suv yaqalab olib kelish, keyin o'ta ko'p suv ketadi. Shuning uchun buni tomchilab sug'orishga qaror qildim. O'sha men ekkan narsalarda 500 dan $1000 bo'lyapti. Archa ko'chatlar. Bu ko'chatlar 300-200 bo'lyapti. Dollarda. So'mda. Bu archalar dollarda bo'lyapti. Qachon savdoga chiqarasiz? Qachon tayyor bo'ladi bular? Bir yildan keyin bo'ladi. Bir yil sotmadim, chunki bulardan ko'chat olaman. Shuning uchun bir yil sotmadim. Bir yildan keyin ko'chat yetishtirib, keyin ko'chatni sotishga harakat qilaman. Mutaxassislarning aytishicha, bugun tomorqadan unumli foydalanish oddiy maslahat bilan emas, amaliy o'rgatish orqali yo'lga qo'yilmoqda. Eng muhimi, endilikda hatto bir sotixli yerga ega bo'lgan fuqaro ham ushbu daromadli faoliyatni boshlashi mumkin. Qiyin emas, faqat harakat va to'g'ri yondashuv kerak. Cheksaroy va Qahatda bugun oddiy tomorqa daromad manbai, mehnat esa farovonlik kalitiga aylangan.